Assalomu alaykum. Nuriddin TV kanalida yana futbol haqida fikrlar. Demak, mana Chempionlar Ligasining navbatdagi 6-tur boshlanish oldidan kuchli klublar shanba kuni o'z o'yinlarini o'tkazib olishadi. Xususan Angliyada 6 ta markaziy zo'r o'yinlar deb topgan o'yinlar haqida o'zimning fikrlarimni bildiraman. Turnir jadvalida 1 va 3 o'rinda borayotgan Arsenal va Aston Villa maydonida uchrashadi va ushbu uchrashuvda juda qattiq kurash bo'ladi va bu o'yinda gollar bo'lishi bilan Arsenal g'alaba qozonadi. Navbatdagi Bournemouth Chelsea uchrashuvida Chelsea o'tgan turda mag'lub bo'lgan bo'lishiga qaramasdan Bournemouth maydonida gollar urib g'alaba bilan o'z uyiga qaytadi. Newcastle Burnley uchrashuvi bor. Newcastle Burnley uchrashuvida Newcastle Burnley ustidan 1-0 hisobida taxminan o'zimning fikrim g'alaba qozonadi, chunki Burnley gol ura olmaydi degan fikr bor. Tottenham Brentford uchrashuvi. Tottenhamning so'nggi turlardagi omadsiz mag'lubiyatlar girdobiga kirib qolganligi va Brentfordning ham jiddiy kurash olib borayotganligiga chiqadigan bo'lsak, bu uchrashuv Londonda durang gollar bilan durang bo'lishi mumkin. Manchester City Sunderland uchrashuvida esa Manchester City Sunderland uchrashuvi juda jiddiy kurashlarga boy o'yin bo'ladi va bu o'yinda Manchester City kichik hisobda, ya'ni 2-1 mi, 3-2 hisobdami g'alaba qozonadi degan fikr bo'ldi. Leeds Liverpool jamoalarining uchrashuvida esa gollar bo'ladi va Leeds maydonida Liverpool kichik hisobda g'alaba qozonishi ehtimoli yo'q emas. Undan tashqari Angliya chempionatidan tashqari Italiya A seriyasi, Germaniya Bundesligasi, Fransiya birinchi ligasilari haqida fikr bildiradigan bo'lsak, ulardan bittadan uchrashuvlar tanladim. Inter Koma uchrashuvida Inter Komani taslim etadi. Stuttgart Bavariya uchrashuvida Bavariya mehmonda odatdagiday gol o'tkazmasdan g'alaba qozonadi. Fransiyada esa Nantes Lensni qabul qiladi. Lens birinchi o'ringa ketayotganini taxmindan kelib chiqadigan bo'lsak, Nantes maydonida mehmonlar g'alaba bilan uyga qaytadi degan fikrlar. Buguncha menda shu fikrlar. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.